Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aziz qadrdonlar, mana bugunimiz uchun qadrli bo'lgan zavqlanmasi xonadonlarda ajoyib to'y tantana bo'lyapti. Eng suyukli qizlarni turmushga beryaptilar. Shu singlimizga baxt tilaymiz, qo'shiqlarsa, zavqlanmaga to'ylar muborak bo'lsin. Har doim mehr oqibatimiz uzilmasin. Bugun to'yimiz bir chiroyli fayzli bo'ladi degan umiddamiz. Yosh baxtimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Dünyalar kerakmas yonimda bo'lsa, ajinlar yarashgan chiroyligim, shodligim bir dunyo jilmayib kulsa, onam jannatimdur, otam davlatim, jannatim onam, davlatim otam, onajonim, otajonim, jannatim onam, davlatim otam, onajonim, otajonim. Qani qarzi bilan bo'lamiz kerakmiz. Yolida kelin boshi bilan kelirdim, kuyov tura yurakga shifo bilan kelirdim. Asta-asta qadam bosar
tegmasin baxtiga sevgi baxtim ko'z ketar ko'z tegmasin baxtiga boshiga baxt tushib qo'nib humo bilan kelibdi sarpo bilan kelibdi yo kelibdi vafo bilan kelibdi bu dargohdan ketmas bo'lib kelgan bo'lsam chiroyi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob degan sarpo bilan kelibdi vafo bilan kelibdi yo kelibdi sarpo bilan kelibdi Asta qadam bosar suv bo'lsin qadamlar asta qadam bosar suv bo'lsin qadamlar yo bilan xuromayli humo bilan kelibdi sarpo bilan kelibdi yo kelibdi vafo bilan kelibdi chiroyi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob degan sarpo bilan kelibdi humo bilan kelibdi yo kelibdi vafo bilan kelibdi huzurga ko'z qo'ygan misol kuyov bola yonida go'yo tohir bo'lib suhro bilan kelibdi sevgi baxtim ko'z ketar ko'z tegmasin baxtiga sevgi baxtim ko'z ketar ko'z tegmasin baxtiga boshiga baxt tushib qo'nib humo bilan kelibdi humo bilan kelibdi yo kelibdi sarpo bilan kelibdi bu dargohdan
ushbu fazli yoshnomning qadri baland va qadrdonlari, mehri daryo mehribonlari. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xonadon safidorga to'ylari muborak bo'lsin. 2 yoshga baxt iqbol tilaymiz. San'at sahnining badiiy maydoniga O'zbekiston Qo'shni O'zbekiston Respublikasidan Toshkent shahrida maqomchilar ko'rik tanlovining g'olibasi Gulmiraxon Jo'rayevani taklif qilamiz. Marhamat. Qarshi chargalar dunyo turguncha tursin. Eshitilmayapti? Boringlarga shukr, bor ekansizlar-yu. Mehribon va rahmdil Alloh nom bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning eng chiroyli kalomi siz azizlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum, yuzlardan doimo iymon nurlari porlab turadigan, qalbida hamisha yaxshi niyatlari bisyor bo'lgan yaxshilar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Baxtli to'y boshlarimiz Ilyosjon akamizga, Zohidaxon opajonimizga farzandlaringiz go'zal va baxtli onlari muborak bo'lsin. Asal qizlari Shahzodaxonga chiroyli baxtlar, chiroyli taxtlar, solih soliha, qori qoriya farzandlar tilab qolamiz. Senga jonim go'zalim, yangi xonadonlar, chin xonadonlar muborak bo'lsin. Borayotgan chin xonadoningizda mehr, muhabbat topib, go'zal baxtga erishing. Senga jonimni yo'llariga asta-sekin qadam ranjida etib boramanda, milliy qadriyatlarimizga ko'ra yor sadolari bilan aziz mehmonlarimizga yana bir bora o'zlarining shukrona kelin salomlarini hadya qiladilar, qabul qilasizlar. Hay o'lan, jon o'lan, kelin keldi yor, salom berib boshini egib keldi yor, kelin kuyov qo'sha qarib baxtli bo'lsin yor, shu gapimga qo'shilganlar qarsaklarni yog'dusini chalib tursin yor. Chiroyli baxtingizga ko'zdan olsin. Odamlar, eshitmadim demanglar, itga sevishgan qalbga
ilohim, ega bo'ling kelinchak. Taxtingizga ilohim, ega bo'ling kelinchak. Yoningizni yonlarida erka bo'ling kelinchak. Qo'shanlari bir umrga baxtli bo'ling kelinchak. Singiljonim go'zalim, baxtingiz o'zingizga bu go'zal bo'lsin. Chiroyli shukrona kelin salomlaringizda Alloh rozi bo'lsin. Allohim sizlarni bu yil kelin-kuyovlik maqomi bilan siylabdi. Kelasi yil kechiktirmasdan ota-onalik maqomi bilan siylasin. Kelasi yil shu paytlarda barchamiz aqiqa dasturxonlarida, beshik to'ylarda diydor ko'rishaylik deganlar. Ha! Bu qarsiyni zo'rni charsiyni o'zinglarning to'ylarda qaytadi xudo xolisa. Qarsiy chalgan qo'linglar tasbih sanashdan, dollar sanashdan charchamasin. Ilyos akamizni birlariga ming bersin, martabalari bundan-da ulug' bo'lsin. Ilohim Shahzodaxonning baxtiga ota-onalari, bobojonlari sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar. Ana endi azizlarim, mehribonlarim, barchangizga yana bir bora O'zbekiston Respublikasidan, Toshkent shahridan alangalik salom. Ruxsatinglar bilan Shahzodaxon rozimisiz? Milliy urf-odatlarimizga ko'ra ozginagina yaratgan egamga, payg'ambarlarimizga, barcha qora ko'zlarga chiroyli kelin salomlarni ijro qilib bersam. Mikrofonni ozgina balandroq qilib berasiz. Qani marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bora kelin salomlarni qabul qilasizlar. Chiroyli vaqtingizga ko'z tegmasin. Kelin salom aytamiz, avval Xudoga
ijro qiladigan qo'shig'im Zohiraxon opajonimning talablariga binoan bo'ladi. Assalomu alaykum. Yana bir bor ushbu fazli oqshomning aziz insonlari, xonadon sohiblarini, mehmonjonlari. Bugun shunday bir go'zal oqshom, unutilmas lahza. Istiqlolli tarixiy kun. Bugun ikki xonadon, ikki sulolani bir-biriga borayotgan kunni birinchi qismi. Shu ikki xonadonning to'ylari muborak bo'lsin. Ilyosjon akamiz, Zohir opa, sizlarga to'ylari muborak bo'lsin. Albatta farzandlari, jigarbanlari Shuhratbek va Shahzodaxon. Sizlarga dunyoning barcha yaxshiliklarini tilaymiz. Baxtli bo'linglar, baxtliga ko'z tegmasin. Sizlar uchun duo qilib turuvchi duoga insonlar hamisha atrofingizda yonma-yon bo'lishini talab qilamiz. Bugun ta'riflashga so'z topolmadim. Ulardek mehribon yuz topolmadim. Ko'p yaxshi insonlarni uchratdi hayot, ota-onam kabi. Chin mehribon do'st topolmadim. Sezib turganingizdek davramiz markaziga hurmat, ehtirom bilan bugun orzular ushalgan xonadon sohiblari, to'y sohibi-sohibalarni davramiz markaziga siz azizlari to'ylar muborak bo'lsin degan chin dildan chalinadigan qarsigiylar ostida hurmat bilan taklif qilgan bo'lardim. Marhamat kelinglar. Xonadon sohibi-sohibalari, to'y sohiblari, kelgan barcha aziz mehmonjonlarga dil so'zlarini ulashib qo'yasizlar. Fazli oqshom nochi derazlari o'z farzandlar jigarbanlariga dunyoning eng chiroyli tilaklarini yo'llab, qutlab, muborak bo'lsin. Marhamat, kelinglar. To'ylar muborak bo'lsin. O'tiraqqa bo'lasizlar. Marhamat, kelinglar. Ruxsat bersangiz agar siz uchun muborak bo'lgandir, biz insonlardan boshlasak. Onalarimiz bor, o'shalar kelolmaydilar. Hozir boshqa bo'ladimi? Sizlar aziz mehmonlar, kelganlarning ustiga rahmat. Men yaxshi taqdirlar aytmoqchiman. Umrlari uzoq bo'lsin, doim sog'-salomat bo'lsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Davlatlarim bol bo'lsin. Qurbon oilalarim mustahkam bo'lsin. Alloh ularga omad bersin, baxt bersin, baxtli bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz xonadon opasilar, opalar. Navoiy shahrida shohidlarimiz Assalomu alaykum do'stlarim jamoaga. Biz bishyor shaxsiyat در خانواده Ilyosjon O'zqirishona qahramonlar abadiy hayot usilalarning mas'ullar va davom etgan hamd javon Alloh xushbaxt qilib, xushyorlik qilib, farzandlar solih solih. Bo'ladigan hammaga tabrik, xushomad. Ma'nodalarga Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Revelation ko'rib boshladim. Ular muborak bo'lsin. Ikki yosh bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ayollarga yechib bo'lsin. Avvalindagidek bo'lsin, Pokistonlik bo'lsin, faqat to'ylar bo'lsin. Farzandlar ko'p bo'lsin, muborak bo'lsin to'ylar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush ko'ribsizlar. Bo'g'anlarim mehmonlar. Shu naylarim baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, qo'sha qarashin, ko'p bo'lsin, serdavlat bo'lsin, serbayish bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Allohdan tilab qilaman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bu Ilyosjon xonadonida katta to'y tantana. Shu munosabat bilan men shu yoshlarga baxt tilayman, umrlari uzoq bo'lsin, sihat salomatlik. Nimaiki yaxshi niyatda o'zini mehnati Alloh o'zi yetkazsin.
Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan o'zlarining qimmatli vaqtlarini ayirmay kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun farzandlarimizning vaqt kechasining birinchi qismida qatnashayotgan barcha o'zimizning qarindosh urug'larni Rossiyadan kelgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Restoran tomoshabin kelgan barcha qarindosh urug'larni, umr yo'ldosh o'rtoqlari, qarindoshlar hammasini xush kelibsizlar deyman. O'zlaringizga qo'yilgan nozlardan olib o'tiringizlar. Men farzandlarimga dunyodagi barcha yaxshi niyatlar tilayman. Xalq Parvardigor o'zi avval xalqqa bersin. Vaqt qatori bizning farzandlarimiz ham o'zining mehr-muhabbat, baxt-saodatdan yiroq qilmasin. Doim ikkalasi baxt bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Davrani ochiq deb e'lon qilamiz. Oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlardan baham ko'rib o'tiringizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xudolar, qaynining mehmonlari, o'simning mehmonlari, xush kelibsizlar. Nevaramning mehmonlari, o'g'limning mehmonlari, xush kelibsizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Hamisha o'zi ko'p bo'lsin, g'am qayg'usi yo'q bo'lsin. Nima bersin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Avvalom hammalaringiz xush kelibsizlar farzandlarimizning to'yiga. Qizim Shahzodajon, kuyovim Shuhratjon, sizlarga baxt tilayman. Ilohim baxtli, taxtli bo'lingizlar. Allohim sog'lom farzandlar ota qilgan bo'lsin. Allohim hamisha sizlarni o'z panohida asrasin. Baxtli bo'lingizlar. Rahmat. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyov baxtli bo'lsin. Dada desa armonlari ketardi. Quchoqlasa yuragining yarmi to'lar. Qirg'izlarimiz jannatlarga joyini berib, bu dunyoda qizi borlar baxtli bo'lar. Azizlar, kechamiz davom etadi. Chiroyli salar bilan, duolar bilan fazli oqshomni ochib berishdi. Oldinga qo'ygan barcha noz-ne'matlar siz aziz mehmonjonlar uchun taqdim. Bemalol baham ko'rib o'tirasizlar. Biz esa fazli oqshomni chiroyli kuy va qo'shiqlar bilan birgalikda davom ettiramiz. Yana sahnaning badiiy maydoniga Shoboz xonanda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan kelgan Gulmiraxon Jo'rayevani taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Yana bir bora har ikkala chiroyli qudandalarimizga chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Yig'lama qiz, yig'lama, to'ysan yor yor, ostona setimladanay, to'ysan
shunaqa chiroyli taklif tushdi davramiz markaziga. Xonadon egalarini, onajonlarimizni, buvijonlarimizni Zohida opa boshchiligida raqslarga taklif qilamiz. Davramizda sizlarni kutib qolamiz. Marhamat. Yana bir bora o'ylab qo'yamiz. Onajonlar,
sog' bo'linglar. ijodiy parvozlarni tilaymiz. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimizga baxt iqbol tilaymiz. Davramizga esa guvohlarimizni chorlaymiz. Yoshlarimizni marhamat kelinglar. Ko'tiramiz do'stlar, kelib boshimizni sirdosh dugonasi. Bugun qalban chiqargan eng chiroyli tilaklarni guvohi bo'lishimiz kutilmoqda. Ushbu suhbatlarni, chiroyli tilaklarni guvohlarimiz boshlab berishadi. Marhamat kelinglar. Ko'tiramiz do'stlar, kelib boshimizni sirdosh dugonasi. O'zlari va barchalari nomidan chiroyli tilaklarni yo'llab muborak bo'lishadi. Shodlikdan va baxt tomoni shoshadi. To'y tomoshalar tinchligidan darak. Shodlikka to'ldiring baxt ostonasin, yashilmang ko'ngillarning bo'lsin. Yor do'st bir bo'lib bo'lsa, bir-birining har mehmon azizsiz, o'rningiz biring. Dunyoda eng katta yaxshilik nima? Bitta shirin so'zi, bir go'zal tilak. Dunyoning eng katta yaxshiliklarini yo'llab muborak bo'lsin. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ro'yxatdan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchisi bo'lmuş do'stim Toyton bugundan e'tiboran Shahzodalarning mukofotida qatnashar ekanmiz. Bu yoshga tabriklayman do'stim. Boshla bo'lsin. Assalomu alaykum. Hamma mehmonlarga. Men duganam Shahzoda va ko'cham Shuhratlarni tabriklayman, baxt tilayman. Teşekkürler. Salomat bo'linglar. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Davramizga albatta yoshlarimiz, kuyovlar, kelin boshi, kuyov jurilar, kelin boshimiz deganlar. Barchalarini taklif qilamiz. Azizlar, bugun shunday bir go'zal oqshomda o'zining eng chiroyli qo'shiqlari bilan sonsiz qo'shiqlar bilan xalqni qabrini bo'lgan joyga oshirib olsanada Asqar Shumatni taklif qilamiz. Marhamat, kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz, qo'shamiz. Kelin-kuyovlarimiz qolaversa, do'stlarimiz, yoshlarimiz, barchalar davramizga raqslarga shohlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin, sog' bo'linglar. Qo'shiqlarimiz mana shu. Maybe